Mana o'sha gaymor bo'shlig'idan chiqayotgan yiring bu tish hisobiga adamtagen gamoid rivojlangan bemorda mana ko'rish mumkin. Mana bundan tashqari gribkoviy massa juda ham ko'p. Mana o'sha gribkoviy massalar. Hammasi mana shular zamburug'. Bu turdagi gamoid operatsiyasiz davolanmaydi. Faqat operatsiya yo'li bilan davolash mumkin. Bo'lmasa yiring boshqa bo'shliqlarga ham tarqab bemorga juda ham og'ir asoratlar olib kelishi mumkin. Bugungi operatsiya o'z nihoyasiga yetdi. Bemorda yaxshi davolanmagan, ya'ni o'z vaqtida davolanmagan tish hisobiga gamoid rivojlangan va butun ko'z atrofiga tarqagan. Mana ko'rish mumkin. O'ng ko'z, chap ko'zni tagida mana to'liq yiringli massa u tepaga peshonagacha chiqqan. Mana bu rasmda ham ko'rish mumkin. Peshona bo'shlig'igacha chiqqan. Bu yerda to'la zamburug', mana shu zamburug'li massa. Bu yerda e'tiborli jihati o'ng ko'z oldin operatsiya bo'lgan va o'ng ko'z ko'rmaydi. Faqatgina bemorda shu chap ko'z sog'lom. Bu yerda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Ko'zga asorat bermasligi uchun juda ham nozik ish. Operatsiya xudo xolisa o'z nihoyasiga yetdi. Bemor asoratsiz bu darddan xalos bo'ladi.